Demak, biz fundamental ilm fan bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu ertaga natija beradi degani emas. Indinga ham bermasligi mumkin. Masalan, Xitoy matematika bilan 10 yillar davomida shug'ullandi. Bugun olimpiadalarda yutayotganlarni qarasangiz, 10 tadan 5 tasi xitoylik bo'lib chiqadi. Kerak bo'lsa, turli yurtlarni yutib chiqqanda, millatiga qarasangiz Xitoy. Bugun sun'iy intellekt bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda birinchi o'rinda. Buni hamma tan oladi. Ya'ni sun'iy intellekt mahsulotlarini yetishtirib chiqarish bo'yicha, ishlab chiqarish bo'yicha. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlaridagi sun'iy intellekt bilan shug'ullanuvchi olimlarning 50% xitoylik ekan. Aytadi-yu, Xitoy aytadi, mayli Amerika birinchi bo'laversin, bari u yerda ham biz-ku deydi. Nima farqi bor deydi. Hurmatli muxlislar, qanchalik mana bu ko'rsatuvlar og'ir bo'lmasin, tushunish biroz qiyin bo'lmasin, biz harakat qilaylik, farzandlarimizga shuni ko'rsataylik. Alhamdulillah, hozir 90-yillar emas, 90-yillarda olimning, ilmning qadri tushib ketgan davrlar bor edi. Ataylab emas, tirikchilik birinchi o'ringa chiqib ketgan, chunki Sovet davlatidan ajraganimizdan keyin birinchi navbatda qorinni qanaqa to'ydiramiz degan masala bor edi. O'qituvchilar kerak bo'lsa bozorga chiqib ketgan, ammo bugun unday emas. Bugun olimlar qadri bor. Bugun PhD yoki Doctor of Science-larning deylik maoshlari ham juda yaxshi. Va agar haqiqiysi bo'lsa-da, endi albatta birovga yozdirib pul bilan olmagan bo'lsa, haqiqiy olimlar bugun yomon yashamayapti, hurmatli muxlislar. Haqiqatda yomon yashamayapti. Biz fundamental ilm fan bilan shug'ullanishimiz kerak. Sun'iy intellektni ham faqatgina sun'iy intellekt agentlaridan foydalanishni o'rgatsak ham bo'lardi o'zi aslida. Masalan, mana shunday kirasan, shunday yozsang senga javob chiqadi. Yo'q, o'zi aslida bu qanday ishlaydi? Chunki biz kelajakda sun'iy intellekt bo'yicha eng ilg'or mamlakatlardan biri bo'lishimiz kerak.